Assalamu alaikum. Minecraft videolarimiz o'rtasida haqida ma'lumot berib o'tirgan bo'lsam bo'ladi. Bugun sizlar bilan birgalikda Vijmania qilamiz, ya'ni oroldagi Vijmania qilamiz va o'shaning uchun men chotki orol topib qo'ydim. Ko'rayotganingizdek chotki qilib orol topib qo'ydim va biz endi mana shu orolda Minecraftda Vijmania qilamiz bolalar. Videoni ko'rishdan oldin like va subscribe tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar, chunki biz çünkü bize mesela endi yoz o'rtasigacha bize 50 ta bo'lishimiz kerak va ko'proq streamlar qilishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun bize ko'proq bo'lamiz bo'ladi. U qo'y bor ekan, qo'yam o'zim. Va agar bize o'sha yoz o'rtasigacha 50 ta bo'lsa, bo'ladi biz sizlar bilan birgalikda kuniga stream qilamiz bo'ladi. Va uning uchun sizlarni podдержкаga juda ham zarur bo'ladi bolalar. Sizlarni podдержкаларsiz biz hech qanaqa narsaga erisha olmaymiz bolalar. Shuning uchun podдержка qilib tursanglar masalan, bag'oyatda xursand bo'lgan bo'lardim. Tak u yo'q bo'lmaydi, oq qo'y kerak bizga, oq qo'y. Ikkita go'sht berdi. Tak bo'ldi, bizga yana bitta qo'y kerak deb chiqib ko'ramiz. To'pammi? Orol bo'ylaganim, orolmi o'zi? Chiqib ko'ramiz bolalar, chiqib ko'ramiz. Bolalar, mana maktab tugashiga ham oz qoldi. Bugun 10-may bo'lsa 14 kun qoldi bolalar, 14 kun. Oho! Bolalar, tabriklaylar, biz registratsiyadan o'tdik va nihoyat YouTubedan registratsiyadan o'tdik. Endi biz ko'proq uzunroq videolar ham joylasak bo'ladi bolalar. Mana roz keldimi? Arra. Tak bizga tosh kerak bo'ladi, tosh kerak. Uy ham qilishimiz kerak hali bolalar. Uy. Bolalar, videolarimizni qismga bo'lib qolamiz, chunki meni uncha vaqtim yo'q. To'g'ri registratsiyadan o'tdik, lekin shu vaqtda endi uncha vaqtim yo'q bo'lib qoldi. Shuning uchun balki uzunroq qilamiz yoki-da qisqaroq qilamiz videolarimizni. Chunki bilasizlar, juda ham charchaganman. Hozirgina maktabdan keldim bolalar. Tak bolalar, biz tekinga nasrga tarqatamiz. Xabaringlar bo'lsa kerak, Instagramda tekinga nasrga tarqatamiz va bizning Telegram kanallarimiz mavjud. O'sha Telegram kanallarimiz orqali sizlar o'zimning nichkamga yoki-da Telegram Redfall chatga yozarsizlar, men sizlarga tekinga nasrga tashlab beraman bolalar. Tak, silkalarni o'zimning kanalimga ana qilib qo'yaman. Instagram kanalimga silkasini qo'yib qo'yaman o'zimning YouTube kanalimga. Bemalol kirib follow tugmasini bosib qo'ysanglar bo'ladi bolalar. Yoki-da описаниеda yoki kommentariyada Instagram akkauntimni yozib ketaman bolalar. Chunki biz Instagramdan ham 100k bo'lsak, biz balki Garena bizga Garena podдержкасы, ya'ni V galchkasini beradi bolalar bizga. Bolalar, Free Fire'dan ham video chiqaramiz, xavotir olmanglar. Free Fire'dan ham video chiqaramiz. Faqat hozir emas, vaqti hozir emas bolalar. Shuning uchun hozir chiqara olmayman Free Fire'dan. O'sha Garena podдержкасini olsam, juda ham xursand bo'lgan bo'lardim bolalar. Shuning uchun ko'proq harakat qilishimiz kerak bolalar. Ko'proq 100k ga chiqishimiz kerak. Instagramdan ham chiqsa bo'ladi.
Telegram, YouTube, TikTok, Facebook'da ham yuzga bo'lsa bo'ladi bo'ldi. Endi Facebook, TikTok, Twitterda ham kanalim yo'q, lekin Instagramda kanal ochdim bo'ldi. Yaqinda ochdim bu kanal, Instagram kanalini ham. Hali bir hafta bo'lgani yo'q bo'ldi. Shuning uchun podдержка qilishlarini iltimos so'rab qo'ygan bo'lardim bo'ldi. Cho'p. Tak. Mana yasamiz bo'ldi. Keyin pechka yasashimiz kerak. Rahmat senga verstak. Endi biz qo'y topishimiz kerak bo'ldi, chunki 2:30 ko'rib turganlaridek. Qo'y yo'qmi? Mol bor, lekin qo'y yo'q. Valla hozir bir minut.